Sani tishing hammaga qiziq bo'lyapti-da. Shuni video qilishimiz kerak. Qani ko'rsat tishingni. Tishingni ko'rsat. Kattaroq degan. Shuni tishi. Shuncha qiynalib video olamiz, prank qilamiz, ideyalar tuzamiz. Rekka chiqmaydi. Sani tishing rekomendatsiyaga chiq. Hozir 10-15 ta keladi odamlar. Breket taqinglar, $500 turadi. Pulinglar bo'lmasa kartalaringga tashab beraman. Mana anaqa, bunaqa. Bizga shunaqa yoqadi. Shuning uchun shunaqa tish bor. Ashnaqa. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Bolalaringni tishlab bu joyini uzib olgilaring keladimi? Deb bitta tishlab. Menda bo'ladi-da, Robiyaxon. Bilaman. Tishlab olsam-da, yuzini uzib olsam-da, billar. Yaxshi, chaqaloq. Tak, bizda bugun kartoshka bilan grechka. Nimaga kartoshka bilan grechka? Siz grechka yeysiz-ku, o'shancha. 3 kundan beri yeyotganingni ayta qol. Grechka. Tasha olmayman-ku endi. Ko'p qo'ymayman-da.